Qishloqqa esa u ham men edim. Tushunyapsizlarmi? Shuncha vaqtdan beri qishloqqa va artefakt bitta odam edi. Unda qishloqni kim boshqarardi deyishingiz mumkin. Bu savolga ham albatta javob beraman. U haqida to'liq gapirib berayotgan ekanman. Bu savolga ham albatta javob berishim kerak. Xo'sh, qishloqi personajini shuncha vaqtdan beri ko'p odamlar boshqargan rostini aytsam. Uni har safar har xil odamlar boshqarishi mumkin edi. Kimning vaqti bo'lsa, masalan, Shohruxning vaqti bo'lsa, Shohruxga Minecraft o'ynayveraylik. Mana shu qishloqqa ko'rinishda bo'lib turasan derdim. U ham nicho derdi. Husanga aytishim mumkin edi. Hattoki jiyanimga aytsam ham u ham o'ynab berish mumkin edi. Lekin ba'zi paytlarda men hattoki hech kimni chaqirmasdan mod ishlatishim ham mumkin edi.